Yaşanglar, o'chirib tashanglar. Xayriyati. Assalomu alaykum to'yxona Murodxonim mehmonlari. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Men ham xush keldim. Ishonsalaringiz bu xush kelishimga qimmatga tushdi. Meni go'zalim Tannasxonim mana shu Ma'mirjonda xonadondagi o'g'illarini to'ylariga ketdi degan xabarni eshitdim-u, qancha ketsa ketsin dedim. Katta bitta traktorga osilib keldim. Hech qancha ketmas ekan. Bekarga keldim. Kezam Parij shu yerda deb qolishdi. Endi ko'pchilik ekan istab topolmayapman. Lekin sizlardan iltimos. Men mana shu bugun sizlarning borliklaringizdan foydalanib, yaxshi tilaklarni bildirib o'ynatib kelaman deb oldam sulda varsam, deb to'yimni ham o'tkazib olardim. Ular sunnat to'yiga qo'shib, "A, biz ham sunnat to'yi yo'q-e? Nikoh to'yimiz o'tib ketsa." Shuning uchun chiroyli qarsaklar bilan Parijni chaqirib bersalaringiz. Привет. Ana barakalo. Kapalaklar bilan o'ynashib, sumriklarim anhorga toshib. Kapalaklar bilan o'ynashib, sumriklarim anhorga toshib. Necha fasl necha yil sota qo'ydim seni sog'im. Necha fasl necha yil kundir qo'ydim seni sog'im. Gözümgine çarla gitgine Sultan kurdum seni sağımdım. Ömür gelgine Sağım senin göz yaşına Gözümgine çarla gitgine Sultan kurdum seni sağımdım. Gözümgine çayla geçkine Sultan kurdum seni sağdım. Ayva. Şayba. Geleyin canım var mısınız? Kalaysiz asal. Oley! Asalam yapmaya qarayib. To'yxonada uchrashuvni bildim-u, remontdan chiqqan traktor deb o'tib kelib turib oldingizga. Yaşang. Ammo Pari, bugungi to'yxonadagi uchrashuvimizga o'zingiz ham nihoyatda bo'lakcha bo'lib kelsiz. To'g'ri. Shunaqangi boshqacha bo'lib kelgansiz. To'g'ri. Gullagan itizimi deb bo'lib turibsiz. To'g'ri. Ey! Jinni. Bilaman Pari. Hammasi men uchun shunaqa ochilib kelgansiz-da. Yo'q. Ha? Oltarim erkaklar uchun ochildi. Pari, Labbay. men ham shuncha mujiklarning ichida ko'zingiz menga tushib qolsa ko'zingizni olib menga kelmadi. Voy keling dadasi. Jonimdan. Ey sultan bo'laman. Yashang o'rta. Nima dedi? Nima dedi? O'rtog'iman deydi. O'rtog'iman dedi, men boshqacha eshitdim. Ma'murjon ilgari qo'llardi. Ma'murjonmi? Voy men echki debman. Pari, Labbay. shuncha erkaklarning ichida ko'zingiz menga tushsa ko'zingizni ololmay qoling deb bugun men ham bo'rakcha bo'lib keldim-da. Sizga gap yo'q erkak. Gap bo'lishi mumkin emas, mujik. Voy o'lay. Ha, jonim? Nima bola bo'lib keldingiz to'yga? Ha, uchrashuv to'yda o'zida bo'ladi deyishganiga birato'la bilatmay bo'lib keldik-da.
Hadi to'yimiz bo'lmay tursizda kelibsizmi? Sharmanda? Odam bunaqa deb hijolat qilmang. Tursiz emas, buni o'zini nomi bor. Qanday? Sho'rtek deyilar ekan. Ha, nomi usul. Nomi o'chsin. Rangi o'chmasa bo'ldi-da. Agar bilsangiz buni hozir faqat katagan odamlar kiyishar ekan. Ha, sanatoriyada. Bilasizlar-a? Ha, video chekamiz yotib keldik. O'shaning uchun xolaga yerimni olyapti, qarang. O'zingiz olsa mayli, qo'shib meni ham olib qo'yyapti bu. Qari? Ya, Bohadirjon. Mana tovushni oldik. Mana shu bola keldi deb baliqchi. Rahmat. Yashang, bir pastirib yana tashlang. Ha. Qari? Labbay. Meni chalg'idaman deb urinmang. Men ham juda ajoyib fikrlar bilan kelganman bu to'yxonaga. Yo'q. Ha. Agardachi xo'p desangiz, chet el teleseriallardagi asaloy qilib bir tashkillarga olib borib o'ynatib kelsam degandim sizga. Rostmi? Albatta. Enamdan so'rab oling. Enangiz ham kelganmidi? Ha, enamni oltariqni chollar aytibdi. Biz enasini ko'ramiz, bodrim beramiz debdi. Enamga. Unaqa bo'lsa yo'l olsar ekan. Qanday? Qariyalarimiz duojo'y bo'lishadi. Enangiz davraga chaqirib, ha? Enajon duo bering deb olsak, yo alhazar. Nafsingizga baklashga tiqilsin. Qarab qo'yinglar ishtaha. Sharmanda qilmang, hamma qarab turibdi. Taqing. Voy ayyor qizing. Taqing kengmish. Mendan oldin buni o'zinglarni kim qarab qo'ydi sizga? Ma'murjon taqdi. Xafa bo'lmang, Pari. Uzuklar ikkitayu, ha? Ma'murjon yomon ekan, bir qadaganda ikkita qadaydi ekan. Bo'yningga ham qadayman, yo'q bo'ynimga qaynatamiz, tursun bu yerga qaday dedim. Tillasi puchkaya. Ha, qulog'ingga dedi, qilichbek qadayman dedi. Bularga teshik bo'lsa bo'lgan qadaverar ekan. Endi yondan ham teshtiraman. Pari, endi bilib qoldim. Nimagaki siz bu gaplarni meni resh o'tida yondiraman deb ichingizdan to'qib aytgansiz, ha? Ana, bilasan, to'yim qachon? Yuraman, hikmat tegirma kirib. Pari, sizni asrab avaylaganim uchun yuribsiz. Hali xudo xolasa 45 yoshingizgacha mana shunday bo'ydoq bo'lib, ochilib, sochilib, devorib yuraverasiz. Keyin. Keyin bunga to'lib ketasiz. Odam bolasi ham yo'q ko'nikadi-yu. To'yim bo'lmaydi ekan-da. Yana aldirab qo'ydim shekilli. To'yimiz bo'ladi. Aytdim hali. O'ynatib keling, shu safaray qilib deb. Asabaray qilib. Ha, enamdan so'rab olay, enam chaqiringmi? Chaqiring jonim, enangizdan chaqiring, duosini olamiz. Ena! Hey! Ha, eshitganlar nima deb o'ylaydi? Enam chaqiryapman, u. Otini aytib chaqiring, Enam desam kundasim kelyapti, keling. Keling, katta ketasi. Belgisi kelmayapti. To'ylar qul bo'lsin. Sog' bo'ling, rahmat. Biz qancha kun ko'ramiz? Hafshanba kuni kechqurunda. Enamni o'zingiz chaqirib qo'yganing. Hozirda Otlar Norvon xola. zo'ru. Shot xol ekanda. Norvon deyilmaydi bizda, qishloqda shoti deyiladi. Bilasizmi deng? Yo'q, unda bilib qolishadi, qishloq ekan bular ham debasin. Lif xola deylik. Keling. Rahmat. Unda siz vagon. Siz metro. Siz tunnel. Qanaqa tunnel? Pervalda tunnel ikkita. Demak, enangiz ikkovlaring tunnel. Sizchi? Men shu tunnelning ichidan o'tgan yo'lman. Yo'q, siz kirib chiqadigan kamassiz. Toshkentga yuk olib boramiz, uzun. Mayli-yu, enangiz yurib qolmasin-da bizga. Hozir. Shot xola. Norvon xola. Baribir mahvi tomga chiqib olsak bo'ldi-da. Norvon xolani qarsaklar bilan kutib olaylik bo'lmasa, ha?